Ha xo'p, ertaga qiyomat bo'lsa, Alloh mendan meni qayerda deb e'tiqod qilgansan deb so'rasa, men seni Parvardigor kitob sunnatga muvofiq osmonda deb e'tiqod qilganman desam, menga buni nima zarari bor deyapti ukamiz. Siz qayerdan oldingiz? Qiyomatda sizdan Alloh meni qayerda e'tiqod qilgansan deb so'rashini. Xuddi shunga o'xshagandek, arshga istivo qildi, qanaqa qilib istivo qildi, nima deb e'tiqod qilgansan deb sizlardan so'ramaydi. Kalimani so'raydi, farzni so'raydi, haromni so'raydi, qonni so'raydi, musulmonlarni go'shtini yeganimizni g'iybatni so'raydi. Mana shularni so'raydi. Shuni g'amini qilaylik. Bu masalalar, o'sha istivo, yadulloh, aynalloh, bu o'sha ulamolarning etajida turadigan bahs mavzusi edi. Avom xalqqa keragi yo'q edi bu. Bu o'sha ulamolarda 10-20 etajda bahs bo'lar edi, u pastga tushmas edi.